Assalomu alaykum hurmatli Otabek Toshpo'lat YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarimiz. Uy sharoitida daromadga erishish maqsadida yana bir kichik biznesni boshladik. 2025-yilda yo'lga qo'ygan ushbu biznesimiz baliqchilik sohasi azizlar. Baliqchilik haqida ma'lumot berishdan oldin eng avvalo hovuzimiz haqida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Mo'jazgina bog'imizda joylashgan, unga 20 kattalikdagi ana bu bizni baliq hovuzimiz. Aslida baliq hovuzlarini bir tomonidan suv kirib turib, ikkinchi tomonidan chiqib ketish kerak ekan. Bizda ko'rib turganingizdek, ana shu burchakda demak suv kirish bor, lekin suv chiqish yo'q. Sababiki hovuzimiz hali yangi bo'lganligi uchun suvni o'zi tortib ketyapti. Shu uchun suv bir kunda 30-40 santimetrgacha kamayotganligini evaziga biz hozircha qo'rqitganimiz yo'q. Bemalol demak faqat kirish suvi bilan baliqlarimizni boshladik boqishni. Demak, baliqlarni nima bilan oziqlantiramiz degan savol bizni ozroq o'ylantirdi. Shu maqsadda YouTube'ni qidirganimizda baliqlarimizni eng dastlabki olib kelgandagi holatdan sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, baliqlar bizga yaxshiki olib kelganimizda, ya'niki baliq chovoqlarini olib kelganimizda ular aytaylik selofanda bo'ladi, selofanda. Ya'ni sizlarga aniqroq tushunchaga ega bo'lishlaringiz uchun, fikrimni tushuntirib berishim uchun ana bu demak selofan qoplarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari, aytaylik bodring solamiz va hokazo shunaqa mahsulotlar solinadigan selofan qoplarda baliqlarni olib kelgandan so'ng, olib kelgandayoq hovuzga tashlamasligimiz kerak ekan. Dast avval o'sha kislorod urilgan ana shu selofan qoplarni og'zi bog'liqlik holatida ichidagi o'sha 400-500 donalik aytaylik balig'i bilan hovuzimizga qo'yib, baliqni o'sha hovuzdagi haroratga, gradusga o'rgatib olishimiz kerak ekan. Ya'ni hovuzni ichidagi suvni harorati bilan selofan qopni ichidagi suvni harorati bir-biriga moslash kerak ekan. Aks holda baliqlarimizni shamollatib qo'yish ehtimoli yuzaga kelar ekan. Shuning uchun dastavval yarim soat, 1 soat biz baliqlarimizni ketirib hovuzga selofan qoplari bilan tashlab qo'ydik. Oradan aytaylik belgilangan vaqt o'tgandan keyin sekingina qo'yib yubordik. Allohga behisob shukr, mana bugun 3-4 kun bo'lib qoldi. Baliqlarimizning holati sizlarga qay darajada ko'rinyapti bilmadim. Juda ham yaxshi, juda ham faol ishlayapti. Xo'p, nima bilan oziqlantiramiz degan savolni o'ylaydigan bo'lsak yoki qancha miqdordagi ozuqa beramiz degan savolga javob beradigan bo'lsak, baliqni kilogrammiga qarab, demak o'zini vazniga qarab baliqqa ozuqa berar ekanmiz. Ya'niki birinchi ozuqasi aksariyat holda kepak bo'lar ekan. Biz qanaqa baliq sortlarini bu yerga tashladik degan savolga javob beradigan bo'lsak, sazan, beli amur, talstalob va hamda chorniy pyostr edimi, xullas shunaqa 3-4 xil navdagi baliqlarni tashladik. Demak, dast avval bir oycha vaqt mobaynida kepak berib boqasiz deb maslahat berishdi baliqchilar. Demak, qancha miqdorda beramiz degan savol tug'ildi. 15 kilogramm baliq olib keldik. Bizga shunday tushuntirishdiki, albatta YouTube'dan bu ma'lumotni oldim. Aytaylik 1 kilogrammlik baliqqa qancha miqdorda oziqa beramiz degan savolni quyidagicha javob bilan ifodalar ekanmiz. Ya'ni 1 kilogramm baliqni umumiy vaznini 10 ga bo'lar ekanmiz. Bu degani 100 gram. O'sha 100 gramlik baliqqa 50 gram aytaylik ozuqa berar ekanmiz. Ya'ni baliqni 10dan birini 2 ga bo'lib o'sha miqdorda demak biz ozuqa berishimiz kerak ekan. Biz umumiy miqdorda 15 kilogramm baliq olib keldik. Uni 10 ga bo'lganimizda 1,5 kilogramm bo'ladi.
1,5 kilogrammni tengarmiysa 750 gram bo'ladi. Shuning uchun biz ertalab 400 gram va shomda 400 gram kipak beryapmiz. Allohga behisob shukr. Alloh uzog'i bilan quvontirsin. Bu sohaga birinchi marta kirib kelishimiz, lekin xursand bo'lgan tomonimiz ani baliqlarimizni o'yini. Ko'rib mazza qilar ekansan, odam rohatlanar ekansan. Bu yerda bizni biyagumuslarimiz bor. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari yordamida yetishtirayotgan biyagumuslarimiz. U yoqda qo'zi qo'chqorlarimiz bor. Bu yoqda bog'imiz, daraxtzorlarimiz bor. Xullas qo'yingki, qishloq sharoitida bo'lgandek izlangan imkon topadi deydilar. Biz bu biznesni ham yo'lga qo'ydik. Har birimizni kasb-u kamolotimizga Alloh barokat nasib aylasin. Agar baliqchilik biznesi bilan shug'ullanib yurgan insonlar bo'lsa, kommentariyada bemalol maslahat berishinglar mumkin. Albatta uni to'g'ri qabul qilamiz. Kasb-u kamolotimizga Alloh taolo barokat nasib aylasin. Ana baliqchalarni qarang, baliqchalarni. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat.